Alloh taolo kimlardir la'natladi. E'tibor bering, bandani la'nati qanchalik og'ir, endi Alloh taolo la'natlasa qanchalik og'ir bo'ladi. Oyatda kelgani qarindosh urug'chilikni uzib yuborgan insonni, bog'lamagan insonni Alloh la'natladi. Oyatda tushundiga, qaysiki bir inson o'zini qarindosh urug'chiligini uzib yuborgan bo'lsa, amma xola, tog'a va hokazo, o'zimiz yaxshi bilamiz kim qarindoshligini. Agar gaplashmay qo'ygan bo'lsa, ularga Alloh la'natladi dedi oyatda. O'zi insonning la'nati qanchalik qattiq edi, endi Allohniki qanchalik bo'ladi o'ylab ko'ring. Va eng qizig'i, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan tuyani chiqarib yubordi. Endi ichimizda shunaqa la'natlanganlar bo'lsa-chi degan savol. Bir jamoat safar qilib ketayotganda, ularning boshlig'i, amiri aytgan ekan, ichimizda qaysiki bir inson qarindosh urug'chilikni uzgan bo'lsa, bizdan chiqib ketsin. Biz safar qilib ketamiz, bizga sherik bo'lmasin degan ekan. Yosh bir yigit turib chiqib ketgan ekan, 20 yoshdagi. Borib o'zini ammasimi, xolasi bilanmi gaplashmay qo'ygan ekan. Borib kechirim so'rab, argin bilan yarashib qaytib kelgan. Keyin bu amir safdan so'rashdi boshlig'idan. Nima uchun bu ishni qildingiz deganda, qarindosh urug'chilikni uzgan insonni Alloh la'natladi. La'natlangan inson biz bilan yursa, balosi bizga yuqadi degan. Shundiga birodarlar, yana undan tashqari qarindosh urug'chilikni uzgan insonning ibodati qabul bo'lmaydi. Hadisda kelgan bu, boshidan ko'tarilmay turadi degan. Qachongacha hatto bilan borib muomala qilib kechirim so'ramaguncha.